Bu g'azabga to'lgan buqa katta xatoga yo'l qo'ydi. U barcha qoidalarni unutib, faqat kuch bilan g'alaba qozonaman deb o'yladi. Lekin yosh jangchini o'rtada turgan afsonaviy ustoz aralash janglari bo'yicha mahorat sohibi borligini payqamadi. Bu e'tiborsizligi unga qimmatga tushdi. Buqa hujumni boshladi, og'ir, shiddatli zarbalar bilan, ammo ularda aniqlik yo'q edi. Hatto raqibni kiyimiga ham tegmasdi. G'azabga berilib, u yosh jangchini turtdi, ammo bu faqat uni ahmoqligini ko'rsatardi. Yosh jangchi haqiqiy mardonavordek harakat qilib, sokin, har bir qadamga sabr va strategiya bilan jang qildi. Nihoyat buqa nafas qisilib, xira holatda olg'a intildi va shundan zaldagi hamma hayratda qoldi, chunki bu yosh jangchini o'rtaga turgan inson afsonaviy ustoz Fyodor Emelianenko ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu jang faqat kurash emas, saboq ham bo'ldi. Haqiqiy kuch zo'ravonlikda emas, hunar va sabrda.